ئاپشاركا پۇشتىكىدىن ئاۋازسىز پۇشتەك. قىزچاق hayatlık bəxş ət küçüyü püştügününü çalgın. Qaytib geldim. Qaytib geldingizmi? Avval munchiq ichib olamsiz yoki tamoq yeb olamsiz? Avval munchiq ichib olay. Dengiz'i, meni saqlab atamsiz. Oy, yezib bo'psiz-ku. Dada, menga boshlab bering ha. O'zingiz bir obdan yezibsiz-ku. Men bilmaydigan xatlarim bek chiqdi. Ma'qul. Sel turib yezib beray. Su tayyorlab qo'ydim, juyunib oling. Dengiz'i. Birga juyunayli. Ish kiyimlaringizni sal turib munchiqqa kirib qo'yma, ha? Ma'qul. Yotliq bo'g'icha dadam bilan maslahatlashimi? Sizda Appa! Beshim og'riyotdi. Leonzi, keling. Ati, bu do'ran berib, ol jinab kelsa. Yağan geplerini depşirsiz. Bunda kısınız başkalar sizni bozak kılmamdı. Ben yolgan gep kılmadım. Sazan mı gep kılalamdı? Rastı mı gep kıldı? Dengiz'i,
Sizga pushtak chelishni o'rgatib qo'yay. Bu bir xil sehrli pushtak. Buning ovozini faqat otayla anglay oladi. Siz pushtakni chelib, uni bilan so'zlasha olasiz. Uqdingizmi? Qarang, ha. Bo'ldimi? Yanzi. Chelib ko'rib baqing. Yanzi. Atiyeni chaqirish belgisini men sizga o'rgatmasam, siz uni qanday bilib oldingiz? Pushtakni 2 qitim chalsa, atiyeni qaytib kelganligini qanday uqib oldingiz? Siz shundoq chaldingiz-ku. Lekin siz ovozni anglay olmaysiz. Anglay olmayman. Anglay olamsiz? Dadam ishonmaydi ekan. Ming giriz. Anlatamsiz. Yana biraz götürüp bakaylı. 50 ming giriz. Anlatamsiz. Kızınız hazır özünüz kögendek 50 ming giriz təvrinişlik yokur avazlarını anlayalaydıken. Naytroşen ki bu ultra anlasizmi. Demek onun anlasizmi adetini taşkırı. Kızınız bəzide sebepsizla beşim ağrıvatıdı o demdi. Ras, pat şundaq deydi. O adetteki kişiler anlayalaydıgan avazlardan sirt, hayvallar çıkargan ultra avaz dolkununu, her xil maşınlarının, üskünlerinin avazını, elektr dolkununu anlayalaydı. Şu onu avaz kelkünü gərq olup ketdi deyişki buludu. Onun beşi manişi sebepten ağrıydı. Siz yalğan gap qılmapsınız. Sazanın gap qığınını rastlıla anlapsınız. Bizni keçirin. Sizga bir kaka etdimiz. Bizden toyup ketdingizmi? Rastın eytayma. He. Seni pek yaxşı görmən. O şeytan. Yalnız hem de kıska şu katıncı. Yaxşı. Hem de 6 katıncılar. Yaxşı. Dada, ne kızım ki? Seyirgerlik piştek pek yok şiken. Emdi o diyebilen gaplaşalaydıgan boldum.
Nima bo'ldi? U yengil uxladi. Helim yaxshi Adiye hoşu ve geçke yoldan ötkenler. Liyansın öyle ekip koydu. Puştiğinizge köp rahmet. Rast. Liyansı āpşārkā puştىكىدىن obdan paydın tuttu. Ben bir yardımcı erişip kılışını oylamadı ekenmen. Liyansı teğçi qaytıp gelmeye oturdu. Atiye bilen bilemedi. Naştın ilgiri ayrılıp geleydi degendi. Abla. Xeyli boп qaptı. Atiye, ne oldu? Nima vaqa bu? Nima ish bo'ldi? Nima? Mening qizim, kichik bir qizchaq mavi ish bilan bildi. Ha, sizning qizingizmi etdi? O to'satdan o'rmonda yugurib chiqib, motoyimga so'qilib ketdi. Motoyim kadin chiqdi. Men sizning buni emas. Qizim qanday so'rayapman? Qizingizning hech yer yaralanmadi. Kassasining terisi surilib ketdi. Mening qizim qani? Yo'ldan o'tgan mashinadagilar har ehtimolga qarshi qizingizni doktorxonaga olib ketdi. Qaysi doktorxonaga? Buni men o'qimayman. Saqchi xabar qilib qo'yaylik, sen mashat turibdi degandi. Hodisa uchirgan qizchaqni doktorxonaga ketibdi. Qaysi doktorxonaga ketgandi? Hodisa nada yuz beribdi? Sizlarga xabar qilganda qildi-ku. O'rmon kirdigan joyda qizchaq motoga so'qilib ketgan. O'rmon kirdigan joyda bo'lsa, masha xabar qilsa bo'ladi. Mayli nim bo'lsin, mahkamadan so'rab boqaylik. Sizga topshirdim. Siz degan hodisani mahkamaga xabar qilmabdi. Darvaqa o'lkilik doktorxonaga olib ketganligi to'g'risida xabarmi yo'q? Bu mumkin emas.